Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Mana inshaalloh karlik baranlarni sotuvga chiqishni boshlayapti. Obunachilarimizga albatta yo'lida qilib qo'yib beramiz. Juda chiroyli, juda ham chiroyli chiqdi quyonlarimiz. Alloh barakasini bersin. Mana quloqlari tashashni boshladi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hozir bu 1122 nomerimiz hozircha vaqtinchalik ishlamay turibdi. Hozir ekranga yozib qo'yamiz. Hozir haqiqiy ishlayotgan turgan nomerlarimizni. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Tumshuqlari ham zo'r keldi, xudo xohlasa. Juda chiroyli quyonchalar, karlik baranchalar dekorativniy. Hali bu quloqlari yotib, yana ham juda chiroyli bo'lib qoladi inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaveramiz. Albatta like'larni bosib qo'yamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlayverasizlar. Alloh rozi bo'lsin barchalardan ilohim. Albatta kanalimizda qolinglar. Inshaalloh yangi quyonchilarga foydali videolarimiz ko'p kanalimizda. Manzilni ham aytib o'tamiz. Yangi kuzatuvchilarimiz bo'lsa, manzil Andijon viloyati Bo'z tumanida. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Albatta like bosishni unutmanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin ilohim. Sog' bo'linglar. Rahmat hammaga.